Assalomu alaykum. Biz Globalizer podpischiklari va nomzodlari. Yana bitta nomzodimiz, akamiz vizani oldilar. Mana kutdilar, natijada iltimos sizlardan hurmatli podpischilar, akalar, ukalar, albatta rizq Allohdan sababchi bizmiz. Biz Globalizerga akamiz mana 3-nomzodimiz emas, 4-nomzodimizga viza chiqdi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Bahrom aka, sog'ligingiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Qanday natijalar aka, to'g'risi? Oching mana ko'rishdik, mana akalarimiz, ukalarimiz, singillarimiz, opalarimiz, ya'ni yaqinlarimiz ko'rib turibdi sizni. Bitta yaqinlashtiring mana, voy. Ana, birinchi man bitta o'sha qo'ychi mana ko'ryapsizlarmi? Akalar, bu yerda hammasi mana ko'ryapsizlarmi? Haqiqat bu yerda yolg'on emas, toza pasport mana ko'ryapsizlarmi? Aka, nima natijani qalay? Aka, qancha kutdingiz mana ayting aka, muxlislar. Qancha? To'lovlarda chiqdi-da. To'lovlarda chiqdi. Oldinda nimalar qildik, nimalar bo'ldi, jarayon dedi, proses qanaqa bo'ldi akajon? Kelib, nimalar ariza topshirdik. Aha. Shu prezidentga keldik. Nimaga to'lovlarni qilib? O'zingiz qayerdansiz? Namangan Kosonsoydan. Namangandan Kosonsoydan Bahrom akamiz. Mana ko'ryapsizlarmi aka, xudo xolasa sekin-sekin to'ldiramiz. Xudo xolasa albatta mana ko'ryapsizlar, biz Globalizer bilan birga bo'lsanglar, ham nafas bo'lsanglar, xudo xolasa sizlar ham olasizlar, sizlarga ham nasib qiladi. Faqat iltimos sizlarda yozasizlar kommentariyada, aka bizga chiqmadi, ko'ryapsizlarmi? Biz ming harakat qilamiz, rizq Allohdan-da. Ko'ryapsizmi? Bu odamlar kelyapti, vizasini olyapti. Sabr qilib tursanglar, xudo xolasa sizlarga ham olib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bizda Koreya bo'lyapti, xudo xolasa Amerika bo'lyapti, xudo xolasa Yevropa bo'lyapti, xudo xolasa hamma joyga bo'ladi. Faqat bir-birimizga ishonch bo'lsa bo'ldi. Sabrda kutsak, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Har doim biz Globalizer sizlar bilan birga. Bahrom aka bir narsa deyavering. Oka, ammo zo'r nima ekan, ishonchli ekan, to'lovlar hali qilinmagidek, endi xudo xolasa nima qilamiz. okalar joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sabrda bo'linglar. Albatta xudo xolasa olib beramiz. Mana shu akamga o'xshab ota-onasini, qaynatasini duosini olganchilar albatta sizlarga ham olamiz. Sababchi biz xolos akalar, to'g'ri tushuninglar, salomat bo'linglar. Har doim birga biz Globalizerni kuzatib boring, mana birgalikda xudo xolasa. Mana shu bayramlar qatorida xudo xolasa sizlar ham mana shu logotipimiz qatorida mana shu vizalarni olasizlar. Esdan chiqarmanglar. Yevropa, Koreya, Amerikalarni ham xudo xolasa qilamiz. Lekin Amerikaga va'da beramiz, xudo xolasa kelajakda qilmoqchimiz. Xudo xolasa bizda hali nabor, yig'in ketayotgani yo'q. Dokument ketayotgani yo'q. Xudo xolasa hammasi astalikda bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Albatta biz Globalizer sizlarni kutadi. Aytgancha pastdagi raqamlarga telefon qilish albatta esdan chiqmasin. Men kutaman sizlarni. Salomat bo'linglar.